Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Saytimizda ko'pchilik ro'yxatdan o'ta olmayapti ekan. Shunga sizga oson yo'lni ko'rsataman. Buning uchun edugamiz.uz saytiga kirasiz. Kirganda demak kirish tugmasi bor, bosamiz. Demak bu yerda xohlasangiz Google orqali ham kirishingiz mumkin, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bosasiz. Elektron pochtangizni kiritasiz va davom etishni bosasiz yoki-da ism kiritasiz. Misol uchun Alijon bo'lsin. Username'ingiz bu endi o'sha login tanlaysiz o'zingizga. Alijon 1 bo'lsin aytaylik. Bu yerga pochta kiritasiz, elektron pochta. Sababi parolingizni unutganingizda shu pochta orqali qayta tiklashingiz mumkin. Misol uchun alijon 1 bo'lsin gmail.com. Endi parol kiritamiz. 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Xo'p. Endi ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bu yerda demak maxfiylikni qabul qilamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Xo'p, bosganimizda ana pochtaga kod yuborildi deyapti. Pochtamizga kiramiz. Pochtamizga kirib, o'sha kodni tasdiqlaymiz. Xo'p, tasdiqlashni bosamiz. Kod noto'g'ri dedi. Xo'p, tasdiqlashni bosamiz. Xo'p, endi username kiring deyapti. Mana Alijon 1 degan username kiritaylik. Parolni ham haligi username'imiz bor edi-ku, yasagan kiritib olganimiz. Endi shuni parol kiritamiz. Hali parolimiz, qo'ygan parolimizni kiritamiz. Endi ro'yxatdan o'tdi. Kirishni bosamiz. Kirishni bosganimizda mana shunaqa akkaunt ochiladi. Xo'p, bu yerda demak metodlar deyapti. Metodlar bor, o'yinlar bor. Xo'p, arqon tortish demak pro obunasi orqali, guruhlash ham demak obuna sotib olish kerak. Bu yerda random ochiq sizlar uchun demak. Xo'p, bundan tashqari bu yerda oylik abonent to'lov qilib turib oylik sotib olishingiz mumkin. Bu yerda qanaqa imkoniyatlar berilishi sizga ko'rsatib o'tilgan. Paynet, Uzum orqali bular tez orada faollashadi. Hozircha faol emas. Ro'yxatdan o'tish qisqachasi shundan iborat edi. Xo'p, mana fanlar, savol, bilet, random metodlardan foydalanishingiz mumkin.